hakamlik qilmoqda. Tabriklaymiz albatta ushbu g'alaba bilan Temur Malik Mamadaliyevni, yaqinlarini, murabbiylarini. Lekin oson bo'lmadi. Abdusalim Sharipov munosib qarshilik ko'rsata oldi, do'stlar. Yaxshi jangchi ekan. Tan olish kerak. Taassurotlar hozir til bilan isbotlab bera olmayman. Alhamdulillah, yutib oldik. Ota-onam duosi bilan, trenerlarim mehnatlari va shu musobaqaga qattiq tayyorlanishimda yordam bergan Temur Fit zaliga, Ro'ziboy akamga